Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib borayotgan podpischilar. Akalar, bugun bizlar sizlar uchun sifati zo'r 3 dona paroda namoyishchilarimiz sotuvda. Joylashgan adresi Spitamin nihoyasini Oqtepa qishlog'ida. Akalar, rolikni oxirigacha ko'rib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lib, ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib bemalol savdo qilib sotib olsalaring bo'laveradi. Mollar o'zi akalar gapirib turibdi, sifat vobshe moshni dehqondan 3 dona 10 oylik, 1 dona semental va 2 dona Gerifordmi yoki Belgarovmi namoyishchilarimiz sotuvda akalar. Живой veslari примерно 300 kilodan oshiq chiqadi, 300 kilodan kam emas. Lechna uzun borib syomka qilib kelaman akalar. Narx navolari faqat turishga sotiladi. 24 ming so'mdan bir donasi. 3 chovini olaman degan odamga 73 ming so'mni yana savdo bo'ladi. Aniq xaridorlar shu ko'rsatilgan nomerga telefon qilib, podrobna ma'lumotlarga ega bo'lib, bemalol savdo qilib sotib olsalaring bo'laveradi. Yeb ichishi salomatligiga egasi 100% kafili bilan sotishadi. برادرانی که تاجیک نمایش دارن امروز برای شما 3 دانه بقاچه‌های فروش داریم. 1 دانه سیمنتال و 2 دانه یا گریفورد یا بیلگالاف. آدرسشان در ناحیه سپیتامین قرار دارد. 300 کیلو زیاد 300 کیلو جوی ویسش میبرد. نرخ نوشان هر سهش 73,000 سومانی باز سودا می شود. یک مهردگاه 24,000 سومانی باز سودا می شود. Ma'lumotlar digari mana nomerlar ekran bunda, zang zada, yerifda ma'qul boshad, bemalol xaridoriy qilishinglar mumkin akalar. Bitta nomer yozib qo'yamiz. U nomerda ham primo telefon qilsalaring ham bo'laveradi, ham shu nomerda WhatsApp ham ishlaydi akalar. Ko'ringlar, sifati zo'r namoyishlardan mana bemalol akalar ko'rib sotib olinglar. Like, podpiska, kommentariy shunaqangi zo'r mollarni akalar sizlarga chiqarib o'tishni paydo bo'laveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.